Tak, orelida ozayotganlar bormi? Bilasizlar, men Zulayxodan bir dunyo zo'r narsalar olib ichardim. Endi men bu kokteylidan ham mana oldim. Mana buni damlab olasizlar. O'zini mana bunaqa shakarlari bo'ladi. Shu shakariga damlaysizlar 400 mg. Kakras hozir mana ujin bo'ldi. Ujinga ovqat yemasdan mashini ichib olsanglar, o'zi ishtahanglarni taqataq bloklaydi. И всё. Mana shunaqa har kuni kechqurun ujininglar shu bo'lsa, bir haftada normalniy vez tashlaysizlar. Ayniqsa mana bunaqa drenaj bilan birga ichinglar, chunki bu atoklarni yo'q qiladi. Misol kosmetologlarga borganimda ham ko'pchilik ayollar keladi-da, anu jirlarni eritadigan dorilar chiqib ketgani, o'shanaqani qildirmoqchi bo'lsa, kosmetolog bundoq qaraydi va bu sizda jir emas-ku deydi. Atok deydi-da. Ko'p ayollar semizman deb o'ylaydi, jirdan deb o'ylaydi, lekin jir yig'maydi. Ko'pchilikni tanasida atok bor. O'shalarni mo'shlik yetkazib beradi. Yaxshigina vez tashlaysizlar, jonkalar. Zulayxodan olsanglar bo'ladi. Men